Samarqandda opa va uka o'rtasidagi mojaro jinoyat bilan yakunlandi. Natijada uka o'z opasining qotiliga aylandi. Ma'lum bo'lishicha, jigarlar o'rtasidagi janjalga uy-joy masalasi sabab bo'lgan. Kunlarning birida uka mast holatda uyga kelib, opasi bilan janjallashadi. Oqibatda esa unga o'tkir tig'li jism bilan jarohat yetkazadi. Natijada esa opa voqea joyida vafot etadi. Shu pichoq ko'rdim, oldim qo'rqmoqchi, lekin qanday urdim bilmadim, urdim. Keyin o'zi chiqdim, bordim, militsiya skora chaqirdim. E'tiborlisi, uka bundan avval ham boshqa turdagi jinoyatni sodir etib jazolangan, lekin qilmishidan tegishli xulosa chiqarmagan. Sudning ukaga nisbatan bu safargi hukmi quyidagicha bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasi 2-qismini va bandlari bilan 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilansin. Oramizda opasi yoki singlisi bo'lishini orzu qiladiganlar qancha. Lekin ming afsuski, jamiyatimizda opasi bo'la turib uni e'zozlamasdan hayotiga nuqta qo'yayotgan ukalar ham uchrab turibdi. Maqsadimiz aka-uka, opa-singil o'rtasidagi mehr-muhabbat jinoyatga aylanmasin.